69-kun Yusuf alayhissalomning akalari. Buyuk din olimlaridan Shabiy bir kuni do'stlari qozi Shurayhning ziyoratiga bordilar. Qozi Shurayh bu vaqtda ish bilan mashg'ul edilar. Shu payt eshikdan ayahannos solib bir ayol kirib keldi. Shikoyatni aytarkan, ko'zlaridan shashqator oqayotgan yosh tinmadi. Ayolning bu holini ko'rgan Shabiyning juda rahmi keldi va qozi Shurayhga: "Ey do'stim, davoni shu ayolning foydasiga hal qilib bersang bo'lmaydimi? Qara, yig'lamoqdan abgor bo'ldi bechora", dedi. Qozi Shurayh esa tabassum bilan Shubayga qaradi. "Ey do'stim, unutdingmi? Yusuf alayhissalomning akalari ham otalarining oldiga ana shunday ko'z yosh to'kib, ukamizni bo'ri yedi, deb faryod qilib kelishgandi. Vaholanki o'zlari ukalarini shafqatsizlarcha bir quduqqa otishgandi. Xuddi shunday bu ayolning ko'z yoshlari uning haq ekanligini ko'rsatmaydi. Hech qachon hukm chiqarishda shoshilmang. Hukm chiqarishda ikki tomonning so'zini tinglang. Qayta uzr so'raverish gunohni qayta eslatishdir. Bir odamga hammaning oldida nasihat qilish uni so'kishdir. Aql mukammal bo'lsa gap qisqa bo'ladi. Himoyachi so'rovchining qanotidir. Jazavaga tushib dodvoy solish sabr qilishdan ko'ra ko'proq toliqtiradi. Dushmanning eng kattasi hiylasi maxfiyligidir. O'ziga kerak bo'lmagan narsani tanlab qilgan odam o'ziga kerakli narsani boy beradi. G'iybat tinglagan odam ikki g'iybatchining biridir. Unvonul Bayyan kitobidan.